tayyor qurilish materialini optimga kelganman ishlab chiqarish. Birinchi lokatsiyani o'tib ketaylik. Sababi kirolmay qolishimiz mumkin. Chiqishimizda kirgilikda mana ATSda oldida. Shuni ATS svetofor, ba'da mana ko'krovod bas, orqasi ko'krovod, oldi mo'kirovod. Kiraveramiz. 20 xildan oshiq ishlab chiqarishimiz bor ekan. Emulsiya, shpakilovka, travertin, suxoy kraska, suxoy nimalardir, xullas ko'p narsani aytdilar. Men aytdik, travertinlarda, emulsiyalarda assortimenti turibdi. Eng qizig'i, ko'proq olsangiz dastlabkasi ham bor ekan. Buni tashkilotlarga ishlab chiqarishga, nima desa bo'ladi, novostroykaga, kollej, maktab, xullas mana shunaqa joyda remont qilsangiz, mabodo yutib olsangiz, boshqa qilsangiz, mashina olsangiz arzon ekan. Narxi ham zo'r, sifat Saroy brendi 20 yillik tajriba bor ekan. Bu tomonda ko'rib turibsizlar, Ponni Rodmandan tortib istalgan rangingizni, xohlagan svetingizni chiqarib berishar ekan. Farqi yo'q xullas. Qaysi svet xohlasangiz, xuddi o'shani chiqarib berishadi. Demakda shpakilovka, suxoy shpakilovka hamda naryoqda Rodmanlarimiz bor. Rodman kafelkili mega shpakilovka, suxoy shpakilovka, keyin nalivnoy polgacha bor ekan. Mana mashinalarimiz mana dastlabkiga 6 ariq quva hozir tarqatib yurishibdi ekan. Bular o'zi asli qo'zimaylar tarqatishadi, endi ishlab chiqarishda o'zidan primoy olishlari mumkin. Qancha zarur bo'lsa mahsulot. Ko'rib turibsizlar, mana ishlab chiqarishlarimiz juda ham serob. Brendimiz Saroy brendi ostida. Samiglarning dastlabkasi bor, sifatli mahsulot, 20 yillik tajriba. Misol bitta ishda bitta odam 2 yil, 3 yil qilsa ustasi bo'ladi. Bular 20 yillik tajribaga ega. O'zi o't bo'lgan, ancha-muncha xatolarni qaytarmaydigan bo'lib, puxta bo'lib, sifatli bo'lib bozorga chiqqan brendimiz. Ko'rib turibsizlar, bemalol xarid qilib, pastga nomer qoldiryapman, telefon qilaverasizlar, dastlabkasi bor ekan.